Og'ir xastalikni boshdan o'tkazgan insonni normal hayotga qaytarish uchun kasallik asoratlarini bartaraf etish bilan birga bemorning jismoniy va ruhiy salomatligini tiklash hamda ijtimoiy moslashuviga ko'maklashish zarur. Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining asosiy missiyasi shundan iborat. Boy tarixga ega ushbu muassasada bugungi kunda kattalar uchun 290 ta, bolalar uchun esa 140 ta statsionar shifo o'rni mavjud. Bu yerda 10 ta, shu jumladan intervension kardiologiya, gastroenterologiya, terapiya, pulmonologiya, revmatologiya, reabilitatsiya, kardiocerebral patologiyalar, kardioreabilitatsiya bo'limlari faoliyat ko'rsatadi. Davolanuvchilarning asosiy kontingentini yurak, qon tomir, suyak, mushak, oshqozon, ichak, nafas olish tizimi, nevrologik kasalliklarga chalingan bemorlar tashkil etadi. Ularni reabilitatsiya qilishda eng zamonaviy davolash texnologiyalari qo'llanilib, har bir bemorga individual yondashiladi. Markazda jismoniy salomatlik, harakat funksiyalarini tiklash uchun bajariladigan fizioterapiya muolajalari bilan birga endovaskulyar, qon tomirlarini stentlash, bachadon arteriyasi embolizatsiyasi, elektrokardiosimulyator, okklyuder o'rnatish kabi qator murakkab jarrohlik amaliyotlari ham muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Xususan, so'nggi 7 yilda markaz faoliyatiga 20 turdagi yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari, viloyat darajasida 20 va tuman darajasida 15 turdagi operatsiyalar tatbiq qilindi. Buning natijasida yiliga 500 ming nafar aholiga malakali tibbiy xizmatlar o'z yashash hududida ko'rsatilishiga erishildi. Markaz funksional diagnostika bo'limida o'rnatilgan zamonaviy asbob-uskunalar tug'ma yurak nuqsonlari, qon tomir xastaliklari va boshqa patologiyalarni o'z vaqtida va to'g'ri aniqlash, zamonaviy laboratoriyadagi ilg'or analizatorlar esa yiliga o'rtacha 250 mingga yaqin tekshiruvlar o'tkazish imkonini beradi. Shuningdek, markazning hududiy filiallarida 46 ta yangi diagnostika va davolash usuli yo'lga qo'yildi. Yangi tibbiy texnologiyalarni o'zlashtirish, mutaxassislarning malakasini oshirishda xorijiy tajriba muhim ahamiyatga ega. Shu bois hozir markaz AQSh, Germaniya, Rossiya, Xitoy, Buyuk Britaniya, Turkiya, Hindiston, Belarus kabi qator mamlakatlar bilan o'rnatilgan hamkorlik doirasida turli mavzularda mahorat darslari va yuqori texnologik qo'shma operatsiyalar o'tkazilmoqda. Sun'iy intellekt yordamida yurak qon tomir kasalliklarini erta tashxislash va shaxsiylashtirilgan davolash rejalarini qo'llash uchun loyiha bajarilyapti. Loyihaning maqsadi, asosiy maqsadi bu yurak qon tomir kasalliklarini erta tashxislash, bemorlarga shaxsiylashtirilgan davo chora tadbirlarini qo'llash. Bunda shifokorlar mobil ilovalarga elektrokardiogramma, exokardiografiya, koronar angiografiya ma'lumotlarini kiritishadi. Sun'iy intellekt bir necha soniya ichida yurak ishemik kasalligini erta davri tashxisini qo'yib beradi. Yaqin kelajakda markazda ilk bor o'smada mikroto'lqin jarrohlik amaliyoti, hududlarda diabetik to'piqda ballon angioplastikasini yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. Natijada yiliga 300 nafar ana shunday amaliyotlarga muhtoj bemor xorijga borishining oldi olinadi. Bundan tashqari hududlarda turli kasalliklarni erta aniqlash va davolash, reabilitatsiyaning yangi usullarini joriy etishga qaratilgan dasturlarni amalga oshirish natijasida bemorlar orasida kasalliklar asoratlarini 20% gacha, nogironlik ko'rsatkichini 30% gacha kamaytirish maqsad qilingan.